tuxum bilan apelsin yeb ozish mumkinmi? Tuxum bilan apelsinli diyetaga qanaqa qaraysiz Sobira degan savollar oxirgi paytlar juda ham ko'payib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi mana shunaqangi mono diyetalar juda ko'p insonlarni har xil allergiyalarni orttirib olishlariga, oshqozonda gastrit, yazvalarning paydo bo'lishiga sabab bo'lyapti. Shuning uchun ham umumiy aytaman, agar xalqqa qanaqadir diyetalar bilan murojaat qilayotgan bo'lsangiz, albatta bu diyetani zararli taraflarini sanab o'ting. Mutaxassis sifatida tuxum bilan apelsinli diyetani zararli taraflarini sanab o'tmoqchiman. Birinchi navbatda oshqozonda yarasi borligi, gastriti borligi umuman mumkin emas. Apelsin esa juda ham allergiyani qo'zg'atib yuboradi va oshqozonda yarasi, gastriti borligi undan tashqari qondagi qon miqdorini oshirib yuborgani uchun diabeti borligi umuman mumkin emas. Hozirgi kunda esa ortiqcha vaznli insonlarning ko'plarida insulin gormoni balandligi kuzatiladi. Lekin tuxum bilan apelsinli diyeta esa insulinni yana ham oshirib yuboradi. Buning natijasida esa sizda kuchli ochlik yuzaga keladi. Tuxum bilan apelsinli diyeta o'zi aslida mono diyeta deb qaraydigan bo'lsa, ya'ni bitta mahsulotni iste'mol qilish, buni siz uzoq muddat qilib yura olmaysiz, ya'ni 4-5 kundan keyin уже sразу joningizga tegishni boshlaydi va bizani o'zbekchiligimizda ma'lum bitta mahsulotni doimiy iste'mol qilib ozish umuman mumkin emas. Siz mono diyetani qilganingizda esingizda bo'lsin, yog' hisobiga ozmaysiz, tarozida minus ko'rsatgani bilan ob'yomlaringizdan ketmaydi va bu diyeta turini men nosog'lom diyeta turiga qo'shaman. Agarda siz sog'lom va to'g'ri ovqatlanishni o'rgansangiz, mana shu ilmni o'zlashtirsangiz, sizga hech qanaqangi mono diyetalar, tuxum, apelsin va shunga o'xshash mahsulotlarning umuman keragi yo'q. Eng to'g'risi bu ratsional taomlanishni o'rganish.